xonali uy puliga sizlarga olib kelay. 3 sotuvlik joyimizni ko'rsatsam, manzilimizda Nazarbay Mevazorda joylashgan olib kelay. Hamma shart-sharoitlari bor. 3 ta xonasi bez remont varianti, bemalol kelib remont qilib yashasanglar juda ham zo'r variantda bo'ladi. Arig'imizdan suvlarimiz oqib turadi, bemalol suvlarni sepib qo'yib, maza qilib yashaydigan joy olib kelay. 2 xonali uy olarmi deylar yoki mana shu uchastkamizni bosib yuborarmi deylar. Kelamiz olib kelay. Bu yog'imizni o'ziga bitta mashina, 2 ta, 3 ta, 4 tagacha mashina bemalol sig'adi. Joyimiz 3 sotuvda joylashgan. Tegimizda selli podval bo'ladi olib kelay. Bu yog'imizni omborxona varianti foydalanasizlar. Bu tarafimizda zelyonniy zona kichkina burchaklardan to'yxona uchun, to'yxona uchun joy qilib qo'ysanglar juda ham zo'r variantda bo'ladi. Uyimizni sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman. Kelamiz olib kelib ko'rib o'tishinglar mumkin. To'g'rimizda sanuzellarimiz joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda umuvalliyimiz, bu tarafimizda vannamiz joylashgan bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor. Xonalarimizda ketma-ket joylashgan bo'ladi. Xonalarimizning razmeri kattagina qo'yilgan. Birinchi xonamiz spalnimiz bo'ladi. Bolalarimiz uchun spalni qilib bersanglar juda ham zo'r variantda bo'ladi. Bu yog'imizda oshxonamiz o'zini zal qismi bilan birga bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor. Kelib ozgina rasxod qilib remontini qilib yuborsanglar, bemalol maza qilib yashaydigan joy bo'ladi. Bu yog'imizni xohlasanglar zal, xohlasanglar детский, взрослый spalni varianti foydalanasizlar. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni olib kelasizlarga $60,000 ga beraveramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.